Chivin birodarlar 3000 xil turi bor ekan chivinning yer yuzida. Qorni och bo'lib turgan holatda 1 yoki 2 milligram, qorni to'yganda 3 yoki 5 milligramga teng kelar ekan vazni. 1 gramda 10dan 1chalik. Ana, qorni to'yganda yarim gram ekan. Endi uzunligichi 3 millimetrdan 6 millimetrgacha bo'lar ekan. Tasavvur qilyapsizlar-a chivinda? Shunchalik narsa. Endi ichidagi narsani ko'ring. Birodarlar, nano texnologiya deyapti. Mana hozirgi kunda manaqa nano texnologiya bo'yicha ishlangan futbolka hech qachon tellatmaydi. Nano texnologiyacha ishlangan narsa mo'yka qilsangiz kir yuqmaydi mashinaga. Qarab turingmi nano texnologiyani. Uzunligi 3 mm, og'irligi 1 milligram bo'lgan chivinni birodarlar boshida 100 ta ko'zi bor. Og'zida 48 ta tishi bor. Ko'kragida 3 ta yuragi bor. O'rtadagi yurak, 2 ta qanotiga bitadan yurak, 3 ta motor. Tasavvur qilyapsizlar-a? Biz hozir 3 mm ga sig'dirishimiz kerak shuncha narsani. Chivin birodarlar 3000 xil turi bor ekan chivinning yer yuzida. Qorni och bo'lib turgan holatda 1 yoki 2 milligram, qorni to'yganda 3 yoki 5 milligramga teng kelar ekan vazni. 1 gramda 10dan 1chalik. Ana, qorni to'yganda yarim gram ekan. Endi uzunligichi 3 millimetrdan 6 millimetrgacha bo'lar ekan. Tasavvur qilyapsizlar-a chivinda? Shunchalik narsa. Endi ichidagi narsani ko'ring. Birodarlar, nano texnologiya deyapti. Mana hozirgi kunda manaqa nano texnologiya bo'yicha ishlangan futbolka hech qachon tellatmaydi. Nano texnologiyacha ishlangan narsa